Bismillahirrahmanirrahim. Sura Rum. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. G'ulibatir Rum. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di g'alabihim sayaghlibuna. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. İlgiri va keyin hamma ish Allohning boshqurishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Allah xohlagan kishiga yordam beradi. Allah g'olibdir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah ularni g'olib qiladiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir. So'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Ular oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtlik qilib yaratdi. Shak shubhisizki, nurg'un kishilar Parvardigoriga muloqot bo'lishni, qayta tiriladiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qilg'uchidir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ular yer yüzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Ular, ya'ni o'tganlar quvvatda bulardan kuchlik edi. Ular ziroat terishda, imorat selishda bular, ya'ni Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalarni elib keldi. Ular mo'jizalarni inkor qildi. Allah ularga zulm qilmadi. Ya'ni Allah ularni gunohsiz halok qilgani yo'q. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishlik bo'ldi.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxira qilgan kishilardir. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Allah mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildirdi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilasizlar. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar ümidsizlanib ketadi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Ularga şerik keltirgan butlaridan shafaat qilguvchilar bo'lmaydi. Ular şerik keltirgan butlaridan tanıdı. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mo'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yoyritiladi. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomliq azobda qoladi. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Sizlar oqshomda va atiganda Allohga tasbih aytinglar. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Osmonlardagi, zemindagi hamdu sana, kech va peshin vaqtlaridagi hamdu sananing hammasi Allohga xosdir. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Allah cansız narsalardan canlıq narsalarni chiqaradi. Canlıq narsalardan cansız narsalarni chiqaradi. O'lgan zaminni tirildiradi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartidi. Sizlarmi mushundoq tirildirdisizlar. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Allah'ның sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allah'ның kamali qudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayollar bilan unsi ulpat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda, ya'ni xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki buningda nurg'un ibratlar bor. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إن في ذلك لآيات للعالمين. Allah'ның osmonlarni, zeminni yaratqanligi, tillaringlarning, ranglaringlarning xilma-xil bo'lishi Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Sizlarning kechsi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib, harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Shak shubhisizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah'ның sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Tushunalaydigan qavm uchun buningda shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Allah'ның osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir va Allohning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunguchidir. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ani shudir. U, ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u borida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga sherik bo'lishiga qandoq rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz.
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Undaq emas. Yani Allah'qa şerik keltirishda ularning hech qandaq o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafsi xohishiga agashdi. Allah gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qilguvchi bo'lmaydi. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Batil dillardan burulup İslam diniga yüzlengin. Allah'ның diniga agashkin ki Allah insonlarni shu din bilan yaratgan. Allah'ның yaratqini da o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Allah'qa tavba bilan qaytinglar. Allah'tan qo'rqinglar. Namozni ado qilinglar. Mushriklardan bo'lmanglar. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Sizlar dinda ixtilof qilishib, pirqi bo'lib, har pirqa o'z dini bilan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. İnsanlarga birer ziyon zahmat yetgan chog'da ular Parvardigoriga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Allah ularga rahmatini tetitgan chog'da ulardan bir firqa darhol Parvardigoriga sherik keltiradi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukirlik qilib boqsin. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliklaringning oqibatini kelgusida bilasizlar. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Yoki ularga ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Mundaq bo'lg'ini yo'q. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. İnsanlarga rahmatni tetitsaq, ular buningdan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol ümidsizlanib ketadi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ular bilmamdiki, Allah xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Xish aqibalarga, miskinlarga, ibn sabillarga sili rahim va yaxshilikdan
tegishlik haqqini bergin. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun mundaq qilish yaxshidir. Ani shular maqsadga erishguchilardir. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berginimdan jiqroq qaytursin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadiqanglar yoki ihsoninglarga hassilab savob beriladi. Allohul-lezî xalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min şurakâikum men yef'alu min zâlikum min şey'. Subhanahu ve Teala amma yushrikun. Allah sizlarni xalq etdi. Ondan sizlarga rizq berdi. Ondan sizlarni qabz ruh qiladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Sherik keltirganlaringlardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Allah pokdir. Ularning sherik keltirgan narsalaridan olidir. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqliqda va dengizda ofat yuz berdi. Allah ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Ey Muhammed, mushriklarga aytqin ki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tgankilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglar ki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan? Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Allah tarafidan keladigan qarshi turg'ili bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangin. Bu kunda ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Kimki kafir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib, kufrining jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kofirlarni do'st tutmaydi. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah'ның sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun, amri bo'yicha kemalarni dengizlarda mangdirish uchun, o'zining marhamatidan tilishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun, shamollarni yomg'ir bilan xushxabar berguchi qilib avatishi, Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Muhammed, şübhisiz ki sendin ilgiri nurgun peygamberlerini kavmiga peygamber qilib avatdik. U peygamberler ularga o'zlarining rost payg'ambarliklarini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizalarni elib keldi. Ular mo'jizalarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Mo'minlarga yordam qilish bizga tegishlik bo'ldi. Allohul-lezî yursilur-riyâha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis-samâ'i kayfa yashâ' وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xolig'ini bo'yicha tarqitadi. Gohi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rasan. Allah yomg'irni xohlagan bandalarining ustiga yog'dirgan chog'da ular darhol xushal bo'lib ketadi. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Halbuki ular yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan ümidsizlanib ketgan edi. فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah'ның rahmetining natijalariga qarag'in ki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Şübhisiz ki Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Agar biz ziroatga ziyonliq shamolni avassak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Şübhisiz ki sen o'liklarga so'zingni anglatolmaysan. Orqasiga qarab yuz o'rgan goslarg'imi chaqiriqingni anglatolmaysan. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Korlarnımı gumrahlıktan qutquzib, to'g'ri yo'lga salolmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishonadiganlarga so'zingni anglata olaysan. Ular musulmonlardir. Allohul-lezî xalaqakum min ضعفin thumma ja'ala min ba'di ضعfin quwwatan thumma
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchlik qildi. Ondan sizlarni kuchliklikdan ojiz qildi va sizlarga qiyrilikni yetkizdi. Allah nemini xolisa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozg'ina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chog'lardimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. İlmi bor, iymoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. Ya'ni qiyomatning haqliqiga ishonmaydinglar. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ularning tavba qilishi yo itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Şek şübihisiz ki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytidi-ki, sizlar faqat yolg'onchilar sizlar. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah'ның birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundaq pechatlaymiz. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Ey Muhammed, mushriklarning aziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni yengiltak qilib